Akalar seriyasimizga Farg'onadan akamiz tashrif buyurishdi. Akamiz Instagramda ko'rib kelishibdi. Xudo xolasa mashinalarni polni hadovoy noldan qilib beramiz. Mashinalari juda ham taqir-tuqur ekan, minib ko'rdik. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Akalar, Farg'onadan kelgan akamiz mashinalari tayyor bo'ldi. Amortizator chashkalargacha polni yangi qo'yib, rezinka, mayatli, rulovoy kolonka hamma yo'qlarni yangi qo'yib berdik, nakinashinlarigacha. Xudo xolasa mashinamiz cho'tka bo'ldi. Akamiz yurib ko'radilar. Aka bitta haydab ko'ring-chi. Akamiz yurib keldilar, Farg'onadan kelgan akamiz. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Aka, mashina qalay bo'libdi? Zo'r bo'libdi aka. Salondan chiqqani yo'q bo'libdi, yangi bo'lib qolibdi aka. Qulay dard ko'rmas aka. Rahmat. Aka, qayerdan keldingiz? Farg'ona shahardan keldim aka. Qo'qonga. Mana shu sizni nimangizni kuzatib borardim. Aha. Keldim-da, sinagani. Oldin ham ko'rsatganmisiz aka shu hadovoy razvallarni aka o'zlaringda? Ko'rsatganmiz aka. Qanaqa bo'lgan aka? Endi nima bo'lmagan, yaxshi bo'lmagan. Razvallar ham chiqmaganida desa hali nima bo'lgan razvallar? Razvalga bilmadim, chiqarishalmaganda. Hozir qalay bo'libdi aka? Razval zo'r chiqibdi. Cho'tkimi aka? Cho'tka aka. Rahmat, qo'lingizlar ko'rmasin aka. Tanishlarga jo'nataverasiz aka, Farg'onaliklarni bemalol aka jo'nataverasiz. Xo'p, akalar, shunaqa xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar. Hadovoy razvallar cho'tka qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida. Jonlaring sog' bo'lsin. Xudo xolasa hammalarni xursand qilamiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz akalar. Sog' bo'linglar.